anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Yorni deya yurak bag'ri qoralardan so'rang deydi. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Qancha inson hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Tuproq aro pinhon yotar qancha inson hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Chin misoldan umidvordir ahli iymon xabar kelar. Didor shirin, didor shirin. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Hammalaringiz mana bugungi 50 yillik yubileyimizga xush kelibsizlar. Hali keladiganlar ko'p, lekin hozirdan boshlayotgan bo'laveradi. Boshlovchimiz kelgan bo'ldi. Hammalarimiz xush kelibsizlar. Yana bir bor assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimizdan hammamiz xursandmiz. Hammalarimiz sog' salomat, uydagilar, qarindosh, urug', aka, opa, uka, singil hammalar yaxshimi? Hammamiz bilan o'tirib ko'rsak, mana xush kelibsizlar hammalaringiz. Endi bir boshlashdan oldin avvalo mana hozir qizlarimiz 15 ta bo'ldi. O'g'il bolalarimiz nechta bo'lishdi? Avvalambor bizada azizlarim, aziz sinfdoshlarim, bizda sinfimizda, sizlarda A sinfda ham B sinfda ham o'tganlar bor. Mana shu o'tganlarni bir haqlariga duo aylab kimga qilamiz? Nasr deb. Endi bir o'tganlarni haqqiga duo aylasangda, ana undan keyin o'tirishimizni boshlasak yaxshi bo'ladi. Demek ülkemizde bir başka bir hamza, uzun haqlarida duo o'qiysiz. Mana sira o'qimay bir tur o'qiymiz. Qurbonaliyev, Xo'jayev, Berdiyeva, Ro'ziyeva, Qurbonov, Bo'riyeva, Usmonov, Adizova,
Asilov, Shamsiyeva, Nailov, Tursunova, Ro'ziyeva, Oshiq, Safarova, Madatov, Bekboyeva, Qurbonov, Obloqulova, Quvanovlar. Demak, har ikkala sinfdan 20 ta sinfdoshimiz jannatlarda bir-birlarida bo'lib yuribdilar. Ularni haqlariga hozir duolar o'qiylik, tanovdan keyin demak, kechani boshlaymiz. Orifov, so'z sizga endi. مالك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barcha olimlarga boshqalarga o'quv o'zlariga bo'lgan islom iymonining nomida Alloh taologa e'ada ham sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bu salolat Osib bo'lgan ajr savoblar o'tgan barcha payg'ambarlarning xususan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhlariga shu aqidatlari sahoba ikromlar qodimlar hali qodimlar avliyo hamdlarga boshlaydi. Ana shu o'tgan bizlarning rivoyatiga boshlaydi. Shu o'tganlarning barchalarini o'ta tomonlar tomonidan kelgan barchalarni اللهم اغفر لي ولوالدي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Aziz sinfdoshlar, mana oramizdan mana shu o'quvchilar ijodiy sohalarga qadar yodga oldik. Shukran, Alloh joylarga bo'lsin. Mana hozir ayrimlarimiz kelaman deyishlik kelishmay qoldi. Ko'pchiliklari sababli kimlardir kasal, kimlardir ta'ziyali. O'sha uzunlikni qabul qilamiz. Mana shu 50 yil ichida biz bir-birimizni juda sog'inib, yoshligimizni eslab, mana bu bugungi kuni hammamiz juda intizorlik bilan kutdik. Intizorlik bilan kutdik. Endi mana shu o'tirimiz mana 50 yil bo'lgan bo'lsa, ayrimlarimiz bir-birimizni sal biroz tanlayroq qoldik. Ayrimizda asrni, besini, ikkitasini biza o'zbekcha ta'kidlab borligi, mana shu bir boshdan hamma o'zini ismlarini aytsa, so'zlaysa. Chunki bir-birimizga murojaat qilgan paytda bilmayapmiz-da. Chiqaruvchi hammamiz bir boshdan qizlarimiz, o'tlarimiz, so'zlaylar aytsa, bundan keyin erkaklarimiz. Ana undan keyin davom ettiramiz. Kimda yaxshi tilaklar bor, kimda istaklar bor, yaxshi gaplar bor. Har bir inson o'zlari chiqib, bir istorlarni demak aytsalar bevor bo'ladi. Buni ertaga o'tgan o'tmishimizni eslash, yoshlarni eslash
bugün bize olsun. Hammamiz uchun bir baxtli kun hisoblanadi. Mana bu o'tgan hammasi baxtli kun. 50 yil o'tgan, 50 yil. Hech kim bizdan hozir nima deydi, biz hozir 67 yosh hisoblanamiz. Lekin 67 yoshlaymiz. Hammamiz 30-35 yoshda ashlagan yoshlaymiz. Hamisha mana shunday doim yasharib, chiroyli bo'lib yuraylik. Nevara uydagilarni hammalariga doimo bosh bo'lib yuraylik. Demak, bir boshdan hammamiz ismlarni bir boshdan aytib boramiz. Demek bir boşa gidiyoruz. Yaqinroq ishlang, yaqinroq. Yaqinroq ishlang. Nevaralarni videosini. Bibikasi qandayda? Joylaringiz bormi? Asl joyda yana nevaralar bibikasi. Yaqinroq ishlang. Men hozir nabiralar bilan birga ularga shukrona qilib o'tiribmiz. Men sinfdaman. Yaqinroq ishlang. Yaqinroq labga yetib qo'ying, balandroq bo'ling. Avvalo assalomu alaykum hammalaringizga. Elchilar, jonajonlar, do'stlar, bugun o'tayotganimiz ba'zi sabablarga ko'ra yaqin dugonalarimiz kelisholmadi. Uzoq sabablarga ko'ra baribir o'rinlari bo'linib turibdi. Keyingi safar o'tirishimizga albatta kelishlarini xohlab qolamiz. Ambilator Masturama, qizlik Kamila, Yunusda Mastura. Taningizlar, 5 nafar farzandim bor, 2 nafar o'g'il, 3 nafar qiz. 2 nafar nabiram bor. Allohga shukr. Sog' bo'linglar, salom. Assalomu alaykum. Yaqinroq ishlang. Yuram. Kızım var,
uzrli. Faqat sizlarni bir kulaman kelaman degan maqsadga keldilar. Mayli kelganlar uchun rahmat. Lekin hammamiz bitta rasmga tushamiz, shunga ketaman deyapti-da. Endi qolganlar kelishi mumkin, kimlardir kelishi kerak. Lekin shu qiz ham umid bilanki 70 kilometrlardan keldi-da shu qiz. Hammani ko'raman deb bitta gruppa bir rasmga tushib olaylik ekan, ana undan keyin mayli boshqalarimiz yana davom ettiraveramiz. Buni endi uzrli sabab. Bugun uylarda to'y bor ekan, to'y. Qoraqalpog'istondan kelib 1 soatga kelib ketaman deb kelishgan ekan. O'sha uchun uzrli qizlarjonlar, qayerga bitta rasmga tushib olaylik deb ketasan. Sizlar rozimisizlar? Ruxsat berasizlarmi? Sen soruşuyla kısa boylu böyle sinfdosh do'stlarim, yana bir salom. Assalomu alaykum. 50 yil oldin, yarim asr, birinchi sinfga ilk bor qo'limizga qo'yib, maktab ostonasiga qadam qo'ygan aziz sinfdoshlarim, avvalambor ana shu qutlug' qo'shoniga xush kelibsizlar deyman. Albatta diydor shirin. Mana shunday ulug' kunni tashkil etgan sinfdoshlarimga, albatta Toshkentda azmdan kelgan, mana bir kun, bir hafta oldin kelib shuni tashkillashtirgan Tilovatxon Soatovaga, Erkinjon do'stimiz Asadovga, yana barcha tashkilotchilarga chin yurakdan rahmatlar aytaman. Albatta tashkil qilish oson ish emas. Jamoldan bo'lib sinfdoshlarni bir-biriga qarab o'tirishlari, mehrdan kuyishlari bu katta bir baxt. Ana shunday qutlug' kun muborak bo'lsin. Davramiz ochiq, dasturxondagi barcha noz-ne'matlar siz azlarga muntazam. Men 2 oy oldin ana shu sinfdoshim Komiljon Lobidovni avtobusga ko'rdim. Xayol bilan yumtirman. U kishi bilan sinfdosh yaxshimisiz? Ha, nima? Sinfdoshlar uchrashuvga boramiz. Ha, nimaga eslayman. Haqiqatan sinfdoshim meni qanigandan xursand bo'ldim. 2 oy oldin. Shu kecha tushimga sharof ko'raman. Qarang. Aytam sharof yo'q deydilar. O'zbekistonga emas deydilar. Sharof kerak ekanmizda, sharof do'stim kutib olyapti. Albatta sinfdoshlarim, hammalaringiz azizsizlar, aqllisizlar, katta bir oilaga boshliqsizlar. Bugun nabira emas, kimlardir abiralarga bobo buvsizlar. Ana shunday baxt hammalaringizga nasib etgani rost bo'lsin. Yana shunday uchrashuvlarimiz bardavom bo'lsin. Sinfdoshlarning mehr oqibati hech qachon yo'qolmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xush kelibsizlar. Ana endi sinfdosh dugonamiz Masturaxon. Birinchi so'z navbatida endi baribir ustozga qarashadi-da. Yunusova Masturaxon sinfdoshimizga so'z navbatini beraman. Marhamat. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum aziz sinfdosh onajonlar, do'stlarim, xush kelibsizlar. Mana bugun yillik yubiley
tantanasida o'tiribmiz. Bundan juda xursandman. Sizlar ham albatta xursand bo'lsangiz kerak. Diydor ko'rishib turganimizdan g'oyat. Avvalo tashkilinglarga katta rahmat. Mana sinfdoshimiz Shavkat Ergashev, Qudom, Komil, keyin Qahramon, Asadov Erkin, yana kimlar edi? Bahriddin Jumayev, men eshitishimda oldimizga bosh qo'yaydim, kavatni yo'naydim. Buni bo'lib turaylik. Ko'rganda ko'rishib salomlashib. Rahmat hammalaringizga. Sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat bugunjum, sog' salomat. Maktab agar gulsa bir chaman, siz qiylidan hatton g'unchalar, ey siz mening kichik yuzlarim, vataningiz sevirdi shunchalar. Albatta o'tib ketgan ustozlarimizni mana yuqorida tilga olibsizlar. Ularning oxiratlari obod bo'lsin, qorong'u ko'rlari Qur'on, iymon, islom nurlari bilan munavvar bo'lsin. O'tgan sinfdoshlarimni har birlarini eslayman. Ularning ham oxiratlari obod bo'lsin. Orqalari yarashgan bo'lsin, kuylar yaxshi kunlarga ulanib ketsin, xonadonlari tinch bo'lsin, farzandlari baxtli bo'lsin. Sinfdoshlarim mana albatta shifokorlarni biz juda hurmat qilamiz, e'zozlaymiz. Men shifokor do'stim Azim Hatmullayev bilan aka-uka bo'lib bir oilada katta bo'lganimizdan xursand bo'laman. Azim do'stimga biz ham 4-sinfga o'tdik, qarshida o'quvchilar kelib qo'shildi. Men aytdim, Azim, noning bormi dedim. Ha dedim. Keyin nor dedim. Mana u mendan so'raydi, "Xon noning bormi?" "Ha, nonim bor." Keyin biz katta bo'lganimiz bilan bunday qolaman. Azim aytadiki, "Nonim bor desa, sekin ayt, o'zim bo'laman. Menga olib berma" deydi. Ana shunday qilib, men katta bo'lganimni bilmagan ekan, Azim do'stim bilgan ekan. Albatta ana shunday bir-birimiz bilan nonni ikkiga bo'lib katta bo'lganmiz. Mana bugun shifokor do'stim davralarning to'riga, xalq e'tiboriga men har bir dugonamni, sinfdoshimni muvaffaqiyatdan xursand bo'laman. Azim do'stimizdan shifo topdim desa, nevrologiyaga bir ayol yo'qdi. Men juda boshim ko'klarga yetdi. Azim do'stim, marhamat, gapim ko'p, so'zlaman sizga. Keling, shifokordir, imoli, oq isada gul hayoli, tibbiyotning istiqboli, dardlar davosi shifokor, ruhlar sevinchi shifokor. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat, sog' bo'ling, kasbingizga baraka bersin. Men yana bir narsani aytaman. Azimni qudalari bilan qudalarni oilasi ajralmoq bo'ldi. Kimda o'qishi? Nima qizlar keldingizku? Nima deganlar? Keyin qarang. Xudshimdan qarashimni shu oilaga yarashganimda qiyinligini so'raganim yo'q. Keyin Saqlab olish kerak. ha, nima edi o'qishi? Nima keyin oxir oqibat qarangki, bu oilani bir yilcha chopib yarashtirgandan keyin Azimjon do'stimning dadalari tog'amni
kitob taqdimotlari bo'ldi. Taqdimotga kelsa, azimli yo'llarga odam o'tiribdi. Singillardan so'ng kim? Azim akam xudosi deydi. Yo'llariga borib, "Voy, do'stim, shu odam bilan xudo bo'lganmisiz?" dedim. "O barakalla sizga dedim. Bir haykal qo'yish kerak shu xudo bilan dedim. Qarang, u hazoralik ekan, shu cho'ldan ekan. Men bilmasdan kurashib o'zimni hazoraligimni yarattirgan ekan. Ana shunday qilib xayrli ishlarimiz bardavom bo'lsin. Mana Gulnora dugonamiz Halim va shu tozalik, mana shu shirin taomlarimizni, farzandlarimizni sanitariya qoidalariga rioya qilib, ana shu ham maktab saroylari barcha joylarda tozalikni, ana shu gigiyena qoidalariga rioya qilishni tashkil qilib, sanepidemiologiya stansiyasida ishlagan ajoyib dugonamiz. Yo'llarida esa o'qituvchilar malaka oshirish institutida qator yillar metodist bo'lib dars bergan Gulbahorxon Hasanova dugonalarimiz. Har ikkilarini yorimga taklif etaman, so'z navbatini beraman. Marhamat. Ustoz, sizni ustoz bilib, shogirdlardan biri bo'lib, ko'p nomidan yozib nazm, sizga ta'zim. Marhamat, shifokor dugonamizga so'z navbati. Assalomu alaykum. Aziz sinfdoshlarim. Dugonalarim. Mana bu shunday joylarda ko'ramizki, yarim asrlik aktivliklar orasida. Allohga shukrlar bo'lsinki, mana hammamiz shunday go'zal, chiroyli bo'lib, mehr-oqibatli bo'lib shunday o'tiribmiz. Shu davlatlarga rahmat. Sog'misizlar. Allohim nimaga yaratgan bizlar hammalarni Allohim yanlariga yetkazsin. Chiroyli she'r borlarni shuni o'qib beramiz yoshlarga. Her sınıf idik, bir günkü bir arzu. Yıllar öttü ama uçmaz izler. Bir parkada yazılgan arzular, yürekler takolgan ilim duygular. Bulg'uroq sadolar, quloqda hamon, beg'ubor kunlar edi, naqadar osmon. Bugun har kim o'z yo'lida. Yıllar yursa, do'stlik ishlari uzilmas hech qachon. Yillar o'tsa ham unutilmas onlar. Sinfdoshlar, eng yaqin insonlarim, har uchrashuv bayram, har bir kulgi bor, do'stlik bizni bog'lar, abadiy, abadul abad. Bolalikdan men bilan do'st bo'lganlarim, har kunimda birga kulib turganlarim, qizg'onmasdan o'rnimni ham ko'rganlarim, doimo sog' omon bo'ling sinfdoshlarim. Yo'ldan chiqmas bizga tanishgan sinfxonalar, ham birinchi so'z yozdirgan ustozlarimiz, kelmoqdadir biz ayrilgan o'sha sanalar. Doimo sog' bo'ling sinfdoshlarim. Yodimdadir darsga kechga qolganimiz, dars bajarmay ikki baho olganimiz ham bor. Gapga kirmay ko'p janjallar qilganmiz. Doimo sog' bo'ling sinfdoshlarim. O'sha payti kutar edik qo'ng'iroqni, arazlardik bo'yoqchi, qo'sh qabullar qilib, ustozimiz o'rgatardi ko'p savollarni. Doimo sog' bo'ling sinfdoshlarim. Eshiklarni birga yozar edik, bir qalamdan ko'plab rasm chizar edik. Jismon darsi bo'lsa shoshib zalga chiqar edik. Doimo sog' bo'ling sinfdoshlarim. Sizlar o'tgan eng go'zal davr. Xotirlasam ko'zlarimdan o'tma, ko'z yoshlarim. Keling, sizlar ko'rishmoqli go'zal baxtim. Sizni juda sog'inganman sinfdoshlarim. Hammalarni sog'inganman, sog' salomat bo'ling. Ustoz Bibaga Gulbahor dugonamiz Hasanovaga marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi davrani bizga inom etgan Allohga beadad shukr. Aziz sinfdoshlar, hurmatli do'stlar, dugonalarim, yaqinlarim, mana shunday kunni Allohimizga inom etishlar, shu yo'llarni tashkil etgan
bugungi tashkilotchilardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va ularga hammamizdan katta tashakkur rahmatlarimizni izhor etamiz. Aziz onajonlar, o'rtoqlar, hammalaringizni mana bugungi ayyom bilan diydorlashishimizni, sirdoshligimizning ya'ni yarim asrlik yubileyi bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik bo'lishini xotirjamlik, oilaviy saodat tilayman. Shunday yoshlarimizki, hozir nabira akiralarning balovatini ko'ring degan so'zga muhtojmiz. Hammalarga shu narsani tilayman. Nabira akiralarning farzandlarini kamolini ko'rib, baxtini, saodatini ko'rib, ularni ilmda ziyoda bo'lishlarini ko'rib, hammamiz xursand bo'lib yuraylik. Bizning quvvatlagan farzandlarimiz sog'-omon bo'lsin, oilalarimiz tinch xotirjam bo'lsin. Ilohim orqamizdan qiladigan nabira akiralarimizni Allohim shunday Qur'on qoriyalar sizga yo'qimizdan doim qiladigan ko'p kishi uchun duo ko'plar bilgan aziz insonlarning o'tganlarimizni xotirlashda joiz chunki hayotni o'tganlarni o'rtasida guvoh bo'lganligi uchun o'tganlarning har doim maqsadlari obod bo'lgan manzillarni tezda bersin. Babalarimiz, farzandlarimizga jannat dasturxonlari boshlarida soyabon bo'lsin. Sog' salomat bo'lgan yaxshi kunlarda, illik nasibida 60-70 yillarda Alloh nasibimiz eylesin, diyorlashtirgan davralarimiz kengaysin. O'zlaringizda farzandlaringizni topganlar doim yaxshi kunlarga buyursin, dasturxonlarga sochilsin. Yurtimiz tinch, yurtdoshimiz omon bo'lsin. Va shunday do'rlarlarda yana qayta yurishlikni nasib eylesin. Hammalaringizni umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baraka, topganlaringizga baraka, farzandlaringizni topganlarga, kasbdorlarga baraka, onajonlarga, dasturxonlarga, oshimizga, boshimizga Alloh barakat bersin. Salomat bo'linglar. Tinglaganlaringiz katta. Rahmat hammalaringizga, rahmat Yulg'orligona, Gulnoradogonjon. Do'stlarim, tilayim budur yagona. Hayotda, yashashda bo'lgan siz o'rnak. Sizga kulib boqqan vaqti zamona. Diydorishlarim, sinfdoshlar uchrashuvi bo'lsin muborak. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, endi chiroyli muzika sadolar ostida barchalaringizni raqsga, o'yin kulgiga taklif etaman. Marhamat.
Balalar gapiring, bala eshitmayapman turibdi. Gracias.
O'tirib gapiraver, davron o'tirib gapiraver. Hamisha sog' salomat bo'ling. Aziz davlatdoshlar, sinfdoshlar, mana buyuk ikkiliklar ko'rsatgan hammani o'sha ishlayotgan. Davlatdan Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, qadrdo'stlar. Yaxshimisizlar, sog' salomat bo'linglar. Tabriklayman yangi yil munosabati bilan. Rahmat do'stim, hamisha sog' salomat bo'ling. Marhamat, Xolmurod sinfdoshimizga so'z davom beraman. Assalomu alaykum. Birodarlar, hurmatli sinfdoshlar. Shu kunga hammamizni kelganlar Xudoga ming rahmat. Assalomu alaykum. Salomat. Hammasi yaxshimi? Mana buni hammaga kimga nimaya deya savollar beraman. Lekin bu kunga yetganga qo'l ketmagan bor. Lekin bundan hammamiz Xudo nasib etsin shu kunga yetishdi. Yuzga kiraylik, yuzlashaylik, faqat siz bilan turashni nasib etsin. Rahmat do'stim, sog' salomat bo'ling. Sharof do'stim, marhamat sizdan. Assalomu alaykum sinfdoshlarim. Ma'ola har kunimga shukr qilib yurayapman. Mana bu kunga judayam xursandman. Qanday shukr. Shukrlarga yetgan shukr qilaman. Qisqasi hammalarga yaxshiliklar deyishdi. Mana yaxshi bola bo'ldi, hammasi zo'r. Mana bu yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Yaxshigina bundan keyin kesib uchrashib qo'yaylik. Mana qo'lni ko'rib, bir xursandman. Bu o'zi Allohni yana o'qiyapsan deyman. Doğru bo'lgan yo'q, doğru yana qaytdi. Lekin hammalari borlariga shu. Lekin bitta savol. Kimga ayiraman? Qo'llaringizni ko'taringlar. Bir maqtardi. 10 ta ayiraman bor, bitta ayiraman bor. Ikkinchisi kutyapman. Mana bu bor. 10 ta ayiraman bor. Sog' salomat yuribman. Mana sizlarni ko'p turibman. Bu eng yaxshi kunim mana. Hammalaringizni hayotlaringga doim yaxshi kunlar bo'lsin, xursandchilik kunlar bo'lsin. Doim mana shunday bir mana bugun bir ma'lum fikrimda ustozlardan hech kimni chaqirmadik. Lekin o'tganlarni duolarga ijobat bo'lsin. Ustozlarni chaqirish kerak. Yil o'tmaylikda ustozlarni olib kelaylik. Bundan ham ko'payishib, o'ylab qo'yib bundan ham keng davralar nasib etsin. Rahmat hammalaringizga. Ko'rib hammalaringiz xursand bo'lsin. Ana domlalar topilmadi. Bitta domla bor, börek yo'q dedi. Ko'rsa. Marhamat, Komil sinfdoshimiz Bozorov so'z navbati sizga.
Aile soğuk. Nasip etken maktabı bitirganmiz. Shu. Ha shu. Yaqin bo'ldi. Yaqin Yeah.
Özümçe özüm tasavvur qilmayapman. Tasavvur qilmayapman. Yeni o'rnini qanday Obo bibi katta qilyapmiz. Amalarimizga rahmat, tashkilotchilar. Sizga, sizga hamma tashkilotchilar rahmat. Yetkirganiga shukr. Undan keyin Xudo xolasa 100 yilligini ham nasib qilsin deymizda. Yo'q, 3 yilga 70 yoshligidagi. Endi 3 yilga ko'mib o'ylabsam, desa yaxshi-ku. 1 yildan keyin o'tiramiz deb. Bu g'animat. 3 yil deb aytyapsizmi? Mana qandaydir xafa bo'lyapman. Esi olibsan, saniki manikidan ko'ra yaxshi esi. Ya, 1 yilga bir o'tiraylik-da. Boyda faqat nasib qilaveradi. Hamalaringizga rahmat, ko'rganimdan xursandman. Meni bu yerga ko'pchilikni tanımaydi. U maktabdan kelib qo'shilganman. Taqdirlar asosida 8-sinfdan keyin yerda ketganman. Bu ma'zaradan chiqib ketganman. Meni do'stim, biz bilan birga kelgan Naimov Olimjon Do'molov tilovat aytdi, shunaqa bor, shunaqa kishi Do'molov Olimjon kelgan taqdirlar asosida yerda ketganmiz. Hammalaringizni ko'rganimdan xursandman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, saodat, nabira oilalarni, to'ylarini ko'rib, o'shalarning yaxshi kunlarini ko'rib, xursand bo'lib yurishlaringizni xohlayman. So'z berganlaringiz uchun rahmat, tashkilotchiga yana bir marta rahmat. Kelasi yili shu kunga bo'lmasa ham shu yil hisobiga 1 yilga bir o'tiraylik. Hammalaringizga rahmat, sog'lik va salomatlik. Assalomu alaykum. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Hamisha davramiz kengayaversin. Albatta, aziz do'stlar, yana bir narsani hurmat bilan, ehtirom bilan aytishim mumkinki, mana shu yorqin sinfdoshimizni 50 kilolik vazndagi o'g'illari 150 kilo vazndagini yiqitib respublikada birinchi o'rinni oldi. Qarang, qanday baxt. Endi bo'sachi chet elga chiqish uchun yana tayyorgarlik ishlarini olib boribdi. Omad, yana omad hammaga yetsin deyman. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Endi qayg'uli sinfdoshimizni taklif etaman. Qayg'uli sinfdoshimizni shu xilda aqlli yigit edi. Olim sinfdoshimizni ham chaqirib taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli sinfdoshlarimiz. Avvalasi mana shu ishlayishlarimiz, yaxshi kunlarimizga qo'llashni qo'yasiz. Shu qarorlarni hammasiga Alloh nasib aylasin. Yaxshi
Bizga shuni nasib etsin. Rahmat o'tgan do'stlarimiz, Nablo Xo'jayev, Rasmon, Romon, kim güzel insanlara yaş gülemesin. Kim güzel hamamda yaş gülemesin. 5 tane adam var. Böyle bir tane var. 4 tane Allah'ın nasip etmiş. Rahmat. Sağ bo'ling do'stim, salomat bo'ling, davrangiz kengayursin. Albatta mana shu nazar qolim sinfdoshimizni ham mana shunday davraga kelganlar uchun rahmat aytaman, so'z navbati berdim. Marhamat do'stim, so'z navbat sizga. Qahramon demadim, qolim sinfdosh taqobiman. Qahramonni ummatga gapirdi deyman-ku, bir marta gap yetadi. Do'stim 2 marta chaqirdim. Marhamat. Ko'p takliflarni chaqirdik-da lekin. Assalomu alaykum. Bir bashirlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, Oripov Narzullo tog'amiz, hammamiz tog'a deb hurmat qilaylik. Ana shu ulug' inson yotgan joylari jannat bo'lsin. Ana shu Nasrboy do'stimizga so'z navbati beraman. Marhamat. Hammamiz yig'ilib o'tirsak, kilometrlar bor. Sabablarimiz kerak bilmadim. Shuyam esangiyman. Hammalar sog' bo'linglar. Hamma yaxshi kunlarimiz, yaxshi kunlar uchrashib, mayli sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Ana shu onajonim sog' bo'lsinlar, duoda bo'lsinlar, hammamizni duo qilsinlar. Asla davramizga mana Ostonov Nurmurod sinfdoshimiz ham o'tibdilar. So'z navbatni do'stimizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlarim, do'stlarim hammasi sog' salomat bo'lib, izzatda hurmatga bo'linglar. Shuni yetkazganlar hukmlar tashkil qilamiz. Kelgusi yarashmay o'tirishadi. Yana hurmatga o'tkazishlarni. Rahmat do'stim, sog' salomat bo'ling. Endigi so'z navbati ana shu Mavlonorov Digaroni yurtida hammamizga duolar qilib turgan, duolari ijobat bo'ladigan aziz sinfdoshimiz Toshpo'lat Ruziyevga beraman. Sinfdosh maktabda o'qib yurgan paytimizda kechalar qo'shig'i bilan mashg'ul edilar. Endi bizda duolar bilan mashg'ul. Sog' bo'ling, marhamat. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم aziz birodarlar, sinfdoshlar. Mana bugun Allohga azmi bilan 65 yoshga barchamiz uchrashib turibmiz. Mana shu kunlarga yetkazgan Allohga beadad shukronalarimiz yetsin. Bizni mana shunday kunlarga yetkazib, butun dasturxon atrofida jam qilib, shunday ne'matlar bilan siylab turgan barchalarimizga shukrona kunlarga yetkazgan o'g'il qizlarimizni ham mana shunday voyaga yetkazib, yaxshi kunlarga yetkazib, mana shunday yoshda barchalarimiz bilan uchrashib turibmiz. Ana shu do'stligimiz abadiy bo'lsin, farzandlarimizdan baxtli kamolini yetsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha shunday yaxshi kunlarga uchrashishni Alloh nasib qilib ro'za aylasin. Xo'p,
zurriyotlarimizni ham Alloh ana shunday do'stlar bilan siylab, xonadonlarimizga, kasbi kori, mol-jon, dehqonchilik choralarimizga, dasturxonlarimizga Alloh o'z rahmatini yog'dirib tursin. Ilohi amin. Allohumma ahsin aqibatina fil umri kullihi va ajruna min khizyi dunya va azabul oxirah bi rahmatika ya arhamar rohimin. Yaxshi niyatlarsiz ijobat bo'lsin. Endigi so'z navbati Zaripov Erkin sinfdoshimizga. Marhamat. Marhamat sinfdosh, so'z navbati sizga. Yaqinroq ushlang, yaqinroq. Ana qaysi ichida hozir. Rahmat do'stim, hamisha sog' bo'ling. Endi maktabda o'qib yurgan paytimizda ham o'zini chiroyli qo'shiqlar bilan mashhur bo'lgan do'stimiz Komiljon O'taqlar, rahmatli akalar, ustozni yotgan joylari jannat bo'lsin. Sinfdoshimga ana shunday ovozlari ovoz qo'shilsin deb so'z navbati berman. Chiroyli bir qo'shiq bilan sizlarni qutlayman. Marhamat. İşler selametli. Biz sinfdoshlar kishiga o'qigani bor, rashiyam bor, jurnalist bor, yana katta ish ishlaydiganlar bor. Hammamizga sog'lik salomatlik tilayman. Hamma raqsga Rahmat sinfdoshlarim, hammalaringizni xonadonlaringiz tinch bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Pok Parvardigorim, o'zingga hamd va sanolar, Muhammad payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Hammalaringizni xonadonlaringizga tinchlik, farzandlaringiz iymonli, e'tiqodli, bilimli bo'lib, nabiralaringiz undan ham o'tib ketsin. Dasturxonlarga qut baraka bersin, hammalaringiz sog' bo'linglar. Endi chiroyli bir raqs hamma sinfdoshlarni davraga raqsga taklif etamiz. Yana davramiz davom etadi. Marhamat. Shakula,
Yigitlerimizden Said sınıfdoşumuz, İkbal Akbar sınıfdoşlarımız yapırlarlar. Yani bir kelimelerle bu çoğu yapıyor. Said sınıfdoşları, aziz aslanımızın aziz oğulları, aziz adamlardan süreydi batırım. Fırsatları yaptır, şahsatırlar da bize bakış kalmadır. Mana aytmalar chiqib kelsa. Birinchi sal gapirganman, endi uncha gapga qo'ymasman. Mayli, mayli. Assalomu alaykum hammalar. Mana bunaqa o'tirishlarimiz ko'payaversin. Hammamiz mana chaqam boshi sog' bo'laylik. 70 yilligini mana shunday nishonlaylik. Ana shu gapni bildiramiz. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling, do'stlar. Haqqingizda. Chiroyli gaplar. Shuncha lekin Ayolni tanishtirib kelgani tanishtiryapsiz. Xonadim. Tilovat ha, to'g'ri. Sizni faqat Yaqinroq gapirsangiz. oxirgi she'r bilan Operator bor. Sal yaqinroq gapiring.
Sağ olayım, selamat biling, aziz do'stlar, mana qizlarimiz ham yaxshi gapirmoqqa hozir tilovat dugonam, Gulnora dugonam, Gulbahor dugonam gapirdi. Endi ergashar dugonamiz ham kelmoqda. Sizlar qolib keling, hamma gaplar. Oqshom bayramlarimiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shuncha birga yurishlarimizni Alloh nasib etsin. Farzandlarimizni hammamizni qo'shaylik ilohim. Hammalari sog' salomat bo'linglar. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Hamma vaqt birga ishlaylik. Bir-birimizni eslab yuraylik ilohim. Dunyomiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Rahmat. Bugün abiyelerden kuruluyken ama ağız korkuyor duvarlarımız sağ olsun dağıtlarına dostlarına sağ olsun. Bayram duvarlarına İlkeylerimizin Mullu İlkir Osmanov'da rakılarına Albatta rakılarına Gulam Osmanov'suz dostlarımızda yeni arbelerler Allah'ım dostumuz dostumuz yeni ceycanlar bizim okuyan Allah'ım Allah'ım çıktı Karasam Gulam Kulları 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 yürürken maydan koyuyor Gulam gidiyor Bu Deşeşkiye geldi Mağlulanlar salon bilgi Bu ne adam bu kapmış Gulam'dan herkes ona bakıyor Kim bir beraber yürürken ceycanlar bizim Gulam'a yatırıyor Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Mana hammalarimiz xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Hamma mana shu yaxshi kunga o'tirishdi. Hamma nasib aylasin. O'tganlarni Alloh rahmat bersin, jannat bersin. Qolganlarni uzoq qisqa bilan bo'lsin. Hamma xonadonimizga faqat yaxshi kunga o'tirishdi. Xudo nasib qilsin. Rahmat, rahmat. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Yana kundagi 70 yoshligimizga, 80 yoshligimizga, 100 yoshligimizga birga shu yerlarda safimizdan kamayman o'tirishimizni Allohim nasib etsin. Doimo hayotlarimiz bor, doim go'zal bo'lsin, o'tirgan kunlaringiz bo'lmasin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Lekin ularimiz bir-birimizni bilmay yo'qotib juradi. Ular
Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Sizlarni ko'rganimizdan doim xursandman. Bu yil shu ham hammamiz shunday to'yda o'tiraylik, to'ylaylik. Gap yo'q. Qancha suvoq qo'ydi? Sal yaqinroq ishlang. Mikrofon yaqin ishlang. Eshitadi gap. Mana endi hammamiz doim sog'lig'ini o'ylashni niyatlar yuringlar. Mana yarim tushuningizlar. 70. Hammangiz Rahmat. Hamma sog' bo'lsin. Aziz onalarning osmonlari, biz uchun ikromdir, ta'zizlardan. Oilalar dunyoning ustun tutuvchi, faqat uning yo'lida dik yo'llardim. Oilalar bilan dunyoning ishi, ota-onalarga chin e'tiborim. Mana sog'lig'imizni turli qo'llaydi. Izlashlar, sevgilarimiz maktabda almashiydi. Raqsni eng zo'ri. Assalomu alaykum. Sinfdoshlarim, mehribonlarim, hammalarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Hammalar sog' salomat bo'lib, balalarni yo'llari bo'shab, umrlari uzoq bo'lsin. Mana kelayotgan yana o'tiramiz deyapsizlar, hammani Xudo yetkazsin. Alloh qo'llasin. Hammalari sog' salomat bo'linglar, balalarni yo'llari bo'shab. Kamaymaydi, ko'payaydi. Sog' bo'ling. Rahmat. Bu uchrashuvimizni astronomimiz xo'jayinlari bilan borib uyga aytgandilar, taklif qilgandilar, tashkil qilgandilar. Allohim xo'jayinlarni rahmatiga bo'lgan bo'lsin, dugonamizga sog'lik. Salomat bo'ling. Oilalaringiz tinch bo'lsin. Qo'shnilaringizni ushalanglar. Allohim hammalaringizni tamomida asqarsin, yaxshi kunlarda uchrashing, nasib qilsin Alloh. Sog'lik, salomatlik. Endi biz so'zlarni qo'llab qo'yamizga. Bitta ish qiling. Assalomu alaykum. Endigi so'zlarni maslahat beramizga. Gullara beramizga. Gullara bayon. Kamtargina dugonamiz. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingizlar, mana shunaqa ko'rib ko'rmasligizga qo'llaringizni turib ko'raylik, qo'llaringizni olaylik. Sog'lig'ing bo'lsin. Yo'llaringizni turib ko'raylik. Bunaqa ko'rishlar ko'rib ko'rmasligizga hammalar sog'lig'i, Hayır, aziz do'stlar, judayam chiroyli, yaxshi o'tirdik. Ana shunday o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin, orzungizni dugonamiz ham sog' bo'lsin. Mayli ikki o'g'izga faqat sog'lik tilaymiz, yuzlarimga deydi, marhamat. Raqqosa. Zo'r qiynab mana yillar berasiz. Do'stlarim, dugonalarim ko'rgan. Kelganlar juda xursandman. Ularni hurmat qilaman. Shuning uchun men yaxshi bilmayman.
Sizlerden gereken hayatımızı, sizlerden oynasan sizde Türkiye'de asla benim nazarımda Martin bütün kolumda kalan, üstün güler, kılmenlerden şeyler yolundan anladığımda ülkeye doğru senden başka türlü nerede eğlenirler? Aslında eğlenirler, ülkeye eğlenirler. Hani ülkeye söyleyenler. Hoş iyiydi, muhabbet, günler şunday. Ravonu kullarla pürgengen bulsa, hoş iyiydi, kan kunca urgengen bulsa, hayatı yaratıp yukarıda günday. Afsus ki ey düzgün, hayat günleri şu kadar unqır çoğunlarla ibaret olacak hayat günleri çıralı bütkenliğimiz bizim. Yigitlerden sırtlaşlarımızdan bakımlarla şiir işleyerek yani davranışın koşulu Açsın. Kapıyı açsın. Şişe Ramazan açmıyor masal. Açayım Tilavat sularına kardeş koçumuz. Hoşgörüne öldürüp levrekler. Baba imamını, Şahmet imamını, Koç imamını. Önemli rahman. Sınırdır. Bunlar doğru yokurumuna çektirmiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereden bu sana geldi? Bizim tepki.
Şöyle eğitim nasıl güzel bir olmayı. Allah'ın Erken, erken bereket. Hazine'de not koy. Sayılıklar gibi böyle bakın yanlar yüter uğrarak ey tutulmadım İlanlar Oğutuma çok karalanlar Küzümden düz körümse hem arkamızdan saranlar Xudo bersa sasam gelir Dalil olsa pasam gelir Azat kaldım billah Özümden tilasam gelir Ey kutulmadım Kutulmadım Yavcum, gurring avcıda Biz diyorlar, sınıfdoşlar Uçraşlarlar bas Diller kalkar, suhbat avcıda Bir davra ki kalp kalpga hamdam Aziz sınıfdoşlarım Mana bugün yarım asırlık yubileyni Ana shunday chiroyli bir-birimizga mehr muhabbat bilan qarab hammamiz mehrimizdan to'yib o'tiribmiz. Juda chiroyli o'tdi. Men yana bir bor tashkilotchilarga kattakon rahmat deyman. Albatta ikki kishini bir qilib jam qilib o'tirish oson emas. Mana shu Savalaydi, mana shu oshxonani ham ishchilarni kasb-koriga baraka bersin. Bu katta restoranlarga aylansin deyman. Juda chiroyli xizmat bo'ldi, juda chiroyli dasturxon bo'ldi. Ana shunday shirin taomlar, noz-ne'matlar bilan siylaganlarni qo'llari dard ko'rmasin, dehqonchilikka ham baraka bersin, hamjihatlik abadiy bo'lsin. Aziz do'stlar, mana bugun qancha mashaqqat bilan to'plandik. Endi shunday bir kelgusi yilga ham 51 yil umr o'tib boryapti. Shunday bir kunni belgilashimiz kerakki, ana shu kunda ham hammamiz intizorlik bilan kutib, shu kunga Allohim hammasini ko'z tuval ko'payishib yetishlikni Allohim nasib etishini Allohdan so'rayman. Bir kunni belgilashni sizlarga qo'yaman. Nima deysizlar? Qanday kun sizlarga afzal? Ana shunday bir yakshanba kuni belgilab qo'yaylikki, mayli, xohlaganlar keladi. Xohlaganlar deganda eshitganlar ham keladi. Chunki ular juda ham ko'psi istab dugonamga o'xshatganlar 2 kun oldin telefon qilgandi. Juda ham kelish xohlaganlari bor edi. Nima deysizlar? Bir yakshanbani belgilasa, yana kelgusi yilga. Ana, nima deysizlar? Aprel oyini oxirgi yakshanbasi. Ma'qul bo'lganda qo'l ko'taringlar. Bir ovozdan ma'qul. Juda xursandmiz. Mana ko'taringlar. Ana, yaxshi kunga. Bo'ldi. Aprel oyini oxirgi yakshanbasi mana shu erkin do'stimizga kimlarga telefon qilasiz deydi. Boramiz deb. Qizlar bilan telefon qilasizlar. Menga telefon qilinglar mayli. O'g'il bo'lsa yana kimga? Qahramon do'stimga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Shavkat do'stimga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Ishqilib, mana Baris do'stimga bo'lsa ham mayli. Vaqtlari bor. Mana Toshpo'lat do'stimga telefon qilasizlar. Hamma bir ovozdan bu
ko'ramiz deb. Mayli, hammalaringizni xursandchiklaringiz bardavom bo'lsin. Ana shunday o'tirishlarimiz, chiroyli davralarimiz bardavom bo'lsin. Hammani xonadoni tinch bo'lsin. Hamma yaxshi niyatiga erishsin. Hurmat bilan Toshli bilan do'stimiz bir chiroyli davraga davom etib, hammalaringizga sog'lik tilayman. Marhamat. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa anzalna minal muslimin. Kanisahat o'tirgan keng ketmas davlatga yurtimizni tinch, dasturxonlarimizni to'kin sochilgan. Mana shu davramizdan tutur ketmasin. Alloh hamisha do'stligimizni abadiy qilsin. Farzandlarimizni baxtini kamolini bersin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilib, keladigan balo ofatlardan, balo qazolardan, turli kasalliklardan Alloh o'zi asrasin. Hamisha shunday yaxshi kunlarni, mana shunday dasturxonlarni bizga hamisha Alloh nasib ro'zaylab, farzandlarimizni ham baxtini kamolini berib, eli yurtiga, ota-onasiga, xalqiga, yurtiga xizmat qiladigan solih va solih farzandlar bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Mana shunday Alloh bizlarga bergan ne'matlarini bundan-da ko'paytirib, Allohning bergan ne'matlariga shukr qiladigan shokir bandalardan bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin. Nimaiki orzu-umid istaklarimiz bo'lsa yetkazsin. Barchalarimizni umrjonlarimizni uzoq, rizq o'zimizni ulug' qilib qo'ysin. Dasturxonlarimizni to'kin sochin qilib, nima orzu-umid istaklarimiz bo'lsa yetkazib, oxiratlarimizni obod aylab, oxiratda payg'ambarimiz shafoatlaridan nasibador aylasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, niyatlarimiz amalga oshsin. Amin. Allohu akbar.